juda ham yomon boshlandi deb, moralniy og'ir nima bilan, xabar bilan boshlandi. Bu juda ham ko'pchilik eshitgan bo'lsangiz kerak, tojikistonlik kichkina bolacha 10 yoshli bolani bitta mraz natsist iploslarning oilasidan bo'lgan bitta haromi pichoqlab o'ldirdi. O'ldirishiga sabab bu o'sha bolachani boshqa millatdan kelgani, ruskiy bo'lmagani. Menga bu shunaqa yomon ta'sir qildi. Kun bo'yi boshim og'rib, men bu mashtumda turdi-da, anaqa, yig'lagim kelib. Uncha yana menga juda ham katta ta'sir qilgan narsa bu bola, o'g'lim yoshidek bolacha. Bu hayotdan hech qanaqa bir nimasi yo'q, xabari yo'q, kimligidan ham xabari yo'q. Nima deydi? Qanaqa bir gryazniy dunyoda yashayotgandan xabari yo'q bolacha. Keyin onasi ham eri o'lganiga 3 yil bo'lgan ekan. O'sha maktabda уборщица bo'lib ishlarkanda o'zi. Ikkita bolasini o'sha уборщицani puliga katta qilar ekanda. O'sha bolani beshafqatlarcha urib, pichoqlayotganini videosini ko'rib, o'zimni ish bosolmay qoldim deb. Нормально, у себя не было никаких отклонений, может быть, что-то замечали. Комментарий не даем, вопросы не отвечаем. Onasidan so'rashyapti-da, siz nima deb o'ylaysiz? Bolangiz qilganda qanaqadir bir nima deydi, отклоненияsi bormidi? Salgina bu problemasi bormidi miyasida desa, onasi insasini qotirib makiyaj qilishga, labini bo'yashga anaqa topgan ichida buruni bolasini urib pichoqlab o'ldirib qo'ydi bolang, iplos. Basharasini ko'rib cho'ng oldim. Mana shu ota-onasini ham qo'shib qamash kerak, o'sha retsidivist bolasiga qo'shib. Mana shunaqa tarbiya bergan. Tarbiya har doim uydan boshlanadi. Ota-onasini boshqa bolaga, boshqa natsiyaga, boshqa insonlarga bo'lgan munosabatini bolalar ko'rib, o'shandan o'ziga andaza oladi shu narsadan. Bolada bor qo'yilgan informatsiya, mana shu kod ota-onasidan o'tgan. Bu Sovetskiy Soyuzdan oldin, bolsheviklardan oldin, shu 1900-yillarda shu tsarlar bo'lgan paytda Rossiya imperiyasining tarkibiga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmeniston, Ozarbayjon, Qozog'istonni bir qismi ish qilib, shu hamma narodlar, hamma o'zi Central Aziyani qismiga kirgan, deyarli hamma narodlar kirgan. Bu o'rislar o'sha paytdan boshlab o'sha bular heyt qilib, o'sha paytdan boshlab bilasizlarmi, soyuzlar bo'lgan. Bir nechta shunaqa heyt qilib, boshqa millatlarni yomon ko'radigan natsistlarni gruppirovkalarini birlashgan soyuzlar bo'lgan. Soyuzi Mixail Arxangel, soyuzi Chorniya Sotniya, soyuzi tam bir balo ruskiy narod. Bu odamlarni natsistligi haligacha ham ketmagan. Haligacha o'sha katta hateful biza o'rislar hammadan baland turish kerak. Ular gospodin bo'lib yaralgan, ular xo'jayin bo'lgan, hatto yarim narodini yarmi yarmi prostitutkalar, nima deydi, immigrantlarni birontasini odam o'rniga ko'rmay, mana shunaqa qilib qilayotgan o'rislar shu bu kechadan bu kundan boshlangan emas-da. Bu o'sha 1900-yillardan shu hali hech qanaqa government, государство, konstitutsiya bo'lmagan zamonlardan boshlangan. Bularning o'sha qonida bor, bularning genida bor. Bilaman, pul topish oson emas. Pul topish juda ham qiyin. Zamon og'ir hozir. Lekin iltimos sizlardan umalat qilib so'rayman. Til o'rganinglar. Hozir internet zamonida dunyodagi xohlagan tilinglarni ideal qilib o'rgansa bo'ladi. Hech qanaqa repetitor ham kerak emas. Internetga pul topasizlar, Instagramda o'tirishga pul topasizlar, vaqt topasizlar. Iltimos sizlardan til o'rganinglar. Bu dunyoda 195 ta davlat bor. Xudo shunaqa keng qilib yaratgan. Mana shu natsistlarni ko'tiga tiqilavermaylik. Mana shu menga aytishinglar mumkin, hozir Amerikadan turib gapirish oson deb. Oson emas menga gapirish. Men bu odamlarni qiynalayotganini ko'rib borib, shunaqa yuraklarim ezilib ketadi-da, qanaqa bir muhtojlikdan, bir boshqa tilni bilmaydi, majbur, iloji yo'q, boshqa o'qimagan, boshqa qilmagan, qayerga ham boradi, qanaqa qilib o'zini o'zi boqadi. O'shaning uchun ham borib, men sizlarga qayta ayollar o'qisin degan gapim ham mana shunda. Armiyanlar, gruzinlar chirnojopy, o'zbeklar qul, tojiklar bunisi bu, hammaga bularning gapi bor-ku. Hammani hate qiladi bular. Даже Amerikaga kelib ham kechagina kelib o'zi buqqi ham, tilli ham bilmaydi, hech baloni bilmaydi-da. Kelib o'tdi o'zi manikyurshik bo'lib ishlayapti. Erkak kishi bo'lib turib manikyur qilyapti-da, boshqa ayollar, o'sha ayol bilan g'iybatlashib, o'zbeklarni, tojiklarni g'iybatini qilyapti. Смотри, во что превратили Бруклин. Это уже не Бруклин, это маленький Tojikiston, маленький O'zbekiston deb mana qilib hate bilan ensasini qotirib, ikkalasi gaplashib o'tiribdi. Men shuna o'rnimdan turdim-da, bitta orqamga shuna o'girilib, oldiga bordim-da, sen yaqinda keldingmi Amerikaga dedim. O'tgan yili keldim deyapti. Men aytdim, o'tgan yil kelgan bo'lsang, bilib qo'ygin, Amerikada dedim, bu hate speech hisoblanadi dedim. Har bitta natsiyani, har bitta tilda gapiradigan odamni o'zini huquqi bor bu yerda. Bu yerda hamma teng huquqli, bu yerda sanani Uruston emas dedim. Natsistki bunaqa gaplaringni o'sha yoqqa borib gapirasan dedim, dalsha. Hozir men politsiyani chaqiraman, senga hate speechga report qilaman dedim. Hamma salon menejeriga kelib ham kechirim so'rashdi. Hamma kelib, uzr bunaqa demoqchi emas edi, unaqa demoqchi emas edi. Bu iploslarni sirrazu joyiga qo'yib gapiringlar. Xomatant bo'lib ishlaydigan ayollarga ham aytmoqchiman. Agar sizlarga o'sha o'ris kampirlar, hamma o'sha nimalar sizlarga agar hate speech qilsa, bironta sizlarni kamsitirgan gap gapirsa,
ko'tarilinglar, kuchinglar bor sizlarni, tilinglar bor, klientimni yo'qotaman, pul yo'qotaman deb nimanglardan voz kechmanglar. Ish topiladi. Unaqa xomatent nimalar tiqilib yotibdi. Aytinglar, bu rasist kampirga men bormayman deylar, men ishlamayman deylar. Gapiringlar shu narsani. Jimgina voy ishim yo'qotib qo'ymay, voy mayli, mendan katta-ku demanglar. Natsist, rasist, unaqa hechul odamlarni katta kichigi bo'lmaydi. O'zini kutini o'zi yutsin, o'zi o'sha yerda o'lib yotursin, chala anaqa bo'lib. O'shalarning bolasi o'zi kelib o'zi qarasin. Приезжие чурки приехали сюда, всю родню сюда тащат свою.